Но в основе Чувашстана мы сейчас китайскую провинцию не признает, потому что те, которые... Uyg'urlar yashaydigan Sharqiy Turkistonni hozir Xitoy hukumati tan olmaydi. Chunki Sharqiy Turkiston haqida doim gapirilsa-da, aslida ular shunchaki Shinjon Uyg'ur avtonom rayonini, ya'ni sizning tilingizda Sharqiy Turkistonni Xitoydan ajralib chiqishini xohlashadi. Va shuning uchun ular Shinjon bu Xitoy hududining bir qismi emas deyishadi. To'g'ri, tarixda Sharqiy Turkiston bo'lgan. Mana shu hudud Turon bilan, turkiy yerlar bilan birga bo'lishi kerak edi. Ammo bu xalqaro huquqning asosiy normalariga zid keladi. Va biz albatta Markaziy Osiyo tomonidan buning tushunilgani uchun minnatdorchilik bildiramiz. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston ularning barchasi Shinjon Uyg'ur avtonom rayoni Xitoyning bir qismi ekanligini qo'llab-quvvatladi. Bu shubhasiz. Va hamma Shinjon Uyg'ur avtonom rayoni munosabatlarimizni faollashtirishda yanada faol rol o'ynashi uchun harakat qilish kerak. Прилагать усилия, чтобы СУАР смогла играть более активную роль в активизации наших отношений. Там большие